Hazır sözlep bolgan tem, hürmetlik vatandaş. Basam kameranın knopkasını basmay sözlep turganda tazı tutdamıştır. İnsan emcek kesmiş da o kese. Burada bir kısım bop qalı degen vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydigan leksiyemiz. Sözlep bolgan tem aziyan qayıp sözley, leksiyada sizga jürözi. Washington'dan sözleyimiz bugün sizlarga 2025 yıl 2. ayının 17. günü düşenbe vatandaşım. Asaslık bugün sözlüge leksiyelerimden üzü mezmuna içinde ana hazır gep neme devir dünyada hazır vaziyetin ketiyotgan bir meseleni devir kılıp mesela Ukrayna Rusya uruşu. Bu uruşun to'xtatish için tegishli kelishim imzolash. Bu aralıkta bu gap hazır bu söz mesela saylam davrida bir qatim Aksaray'a kirgandan keyin yana bir qatimda Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Donald Trump'ni aytamiz. Vaqt to'shdi, sezildi qo'y sizlarga degan ahvol ostida shundoq suylab va yoki shundoq turtki bo'lib Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukrayna prezidenti Zelenskiyning hozir tinchlik suhbati qurishini ilgari surgan edi vatandosh. Hazır bu anda hazır evcigi çıktı deseniz şu Saudi Arabistan'da içildi. Tüm sözlep bulduk. Bu vekiller mesela Rusya Federasyası'nın vekilleri, Amerika Qo'shma Shtatlarının vekilleri, şehret vekilleri Saudi Arabistan Riyad şehrinde uçuruşudu degan xabarmi kelip oldu vatandaş. Şu noktada hazır bugün bir Avrupa'da buluvatkan bir özgürlük bugün 17. günü. Avrupa'da Germaniya, İtalya, Polşa, Angliya, Fransa'da gidek. 17 devlet başlıkları birleşip hazır Fransa'nın Paris şehrinde Rusya, Ukrayna uruşu ve tinchlik söhbetini devir kılgan halda yuqori dereceli söhbeti ötküzüvatıda. Sizlerde aralıkta sizlerge sözlüge vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump bu echivitilgan demisimi o? Her kim katnası buludu mesela Ukrayna prezidenti Zelenskiy katnası buludu. Ondan keyin yana başkalar, lekin Avrupa'da hep ağızga almadı, yana başkalar katnası buludu degen idi. Endi bugün Avrupa biz bunun katnışanmadık degen miqyasda hazır 17 devlet Paris'de yığın edip bu işga mesela bu Avrupa'nın işi bizim aralışmamız gerek. Hem bunun içinde Ukrayna harbiy qurol yaraq, modda ve pul cihati yardım bergan devletler var Avrupa'nın. Yani ular qanday karar kıldı bu ikinci gap. Yani hazır söhbet Saudi Arabistan'da Riyad şehrinde başlanış aldı turuptu vatandaşım. Bunun ta'kidlangan konkret talepler. Tünügünden bir dep kilovatımız hazır resmi mavzu koyup muşu mavzudu muşundak mazmunlarda sözleşimiz deydigan bir gapta o'tirg'i chiqmaydi vatandaşım. O'tirg'i chiqmaydi. Qanday qilishni qat'iy nazar bugun sizlarga shuni deydiganimiz tünügüllerden hazır Aksaray tez xabar deydi. Aniq ifoda bildirdi deydi. Aksaray ifoda bildirib Ukrayna söhbetiga qatnashchi bo'ladi. Bu deganda Ukrayna prezidenti Zelenskiy Rusya Ukrayna söhbetiga qatnashchi bo'ladi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 2. ayning 16. günü OneWeb orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aksaray tunji qatim ochiq ifoda bildirdi. Bloomberg mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump 2. ayning 16. günü muxbirlarning savollariga javob berganda mundaq dedi. Şundak bu söhbetke katnışıdı. Yani o degeni Ukrayna prezidenti Zelenskiy söhbetke katnışıdı. Bu Aksaray'ın tunji qatim ifoda bildirişidir. Yana bir xabar vatandaş Amerika, Yaponiya, Koreya birleşme bayonot e'lon qildi. Tayvan javob qaytardi. Bunun ma'nosi medisiniz hazır München şehrida xalqaro bexatarlik yig'in echilayotganda shu yig'in qatnashgan Yaponiya, Koreya tashqi ishlar ministrlari Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet ishlar kotibi Marco Rubio bilan birlikda bir yig'in etib birleşme bayonot e'lon qilib o'xshashlar Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'ozi Osiyo Tinch okean, Hind Tinch okean rayoning vaziyati muqimlik tinchlik to'g'risida
ta'kidlash elib bordi bularning. Ta'kidlashning eng oxirgi bir jumlasida biz dedi bu üç davlat diplomatlari Tayvanning xalqaro tashkilotlarga ahamiyatli qatnashishni qo'llaymiz dedi. Xalqaro tashkilotlarga ahamiyatli qo'llashini. Bu yerda xalqaro tashkilot, xalqaro sayya tashkiloti, xalqaro aviatsiya qurilishi bir nimasi, andan keyin xalqaro yana nima pul fondi jamiyati degandek shunday tashkilotlarga ahamiyatli qatnashishni qo'llaymiz dedi. Biz arlıq sizler leksiya sözlügende Yaponiyanın vaziri Ishima Washington'a kelip Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan ko'rishib birlashma bayonot e'lon qilib shu vaqtida Tinch okean, Hindi Tinch okean vaziyatini ta'kidlaganda söz iboralarni qattiq ishlatdi degan edik. Bugun Myunxenda ham 3 davlat Yaponiya, Amerika, Koreya 3 davlat diplomatları mı? Yani şundak vəzində, şundak vəznədə yoki şundak tonda qattiq gap qilib birləşmə bayanatının məzmununu ta'kidladi vatandaş. Bu yerda gap Janubiy dengizni asas qilgan holda mush rayondagi tinchlik Tayvan vaziyatining muqimligi. Bu ishlarning endi kayni bo'lib o'tishi sababli nimadir deb savol qo'ysangiz, 2 ayının 12 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashdi. 2 ayının 12 günü yuz berdi bu ish. 2 ayının 13 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi Jungo va Tayvanga qaratgan siyosat ramkasi ichida to'r batlarining mazmunini yangilaganda ajoyib bir o'zgarish Tayvan mustaqillik jakarlasa qo'llamaymiz degan xatni o'chirib tashladi. Bu bir yangilik. 12 kuni u ish, 13 kuni bu ish. 14 kuni Myunxen xalqaro bexatarlik yig'ini. Bu yig'inda yuqorqi 3 davlat yuqorqidagi bayonot e'lon qildi. Endi bu yerda gap birinchi qatim sizlar boshqa aytdik-ku, boshqa aytganimiz Oqsaroy tunji qatim ifoda bildirdi. O, ya'ni Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiya Ukraina suhbatiga qatnashib bo'ladi dedi. Ruxsat qilgandek bir ish bo'ldi. Siz boshdan ta'kidlab kelayotgan. Ama Ukraina prezidenti Zelenskiy qatnashadi deb. Endi buningga hozir Yevropa ittifoq qo'shilgan holda 17 davlatning Yevropada yig'ini chip bu suhbatga bizning qatnashimiz degan bugun qaror chiqmadi, bu yechilyapti. Deganda ishlatgan jumlada bir jumla hozir Yevropa yetim qoldi degandek. O'tgan tunugun dedik-ku, Amerika Qo'shma Shtatlari muavin prezidenti Vance yana bir jumla so'z ishlatibdi nima? Yevropa hozir so'z matbuot erkinligiga sal qarovatida. Yevropa hozir shu Yevropadagi davlatlardagi o'ngchi kuchlar yoki o'ngchi tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatni yaxshilamayotidi degandek mush mazmunda so'zlaganda bular Yevropadagi ayrim davlatning rahbarlari bundan ranjigandek yoki boshqa tushungandek bir qiyofati bo'ldimi qanday? Bugun Fransiyada echilayotgan yig'inda mana shunday qaraydi emaslar. Rossiya Ukraina tinchlik kelishimiga qatnashimizmi qanday? Mushu masalalar o'tirg'i chiqadi vatandosh. Endi yaqinda biz aytamiz, yana nima deb aytamiz? Arliqda Kanadaning bir harbiy parxodi, arliq shuna so'z gaplar o'tirg'i chiqqan edi, lekin bu qatam rasmiy. Mushku ichida Tayvan bo'g'zidan o'tdi. Tayvan bo'g'zi o'tganda Jungo taraf buni aybladi. Darhol aybladi. Hozir bir xabarda ko'rishimcha 24 dona aeroplan chiqardi demdi, parxod chiqardi demdi, shunda esimda qolmay qoldi 2 kun burun. Norozilik bildirdi Kanadaga, bu bir ig'vogarchilik deganda qasddan bir ig'vogarchilik yoki qasddan masala tug'dirish deganda. Chunki Sharq rayoni yoki Sharq rayon harbiy okrugining bayonotiga shuna ko'rishdi vatandosh. Endi uchinchi bo'lib sizlarga so'zlaydiganimiz nima desanglar? Nima desanglar vatandoshim, endi sizlarga so'zlaydiganimiz qisqa xabarlar, buni anglab qo'ysizda endi. Qisqa xabarlar, masalan, Tayvanni jiddiy qo'llash,
xalqaroda tiklangan o'lgini o'lgi qilish harakati qo'zg'aldi xalqaro jamiyatda. Tiklangan o'lgi nima 2-oyning 13-kuni? Nima deyildi Jungo va Tayvan to'g'risida? Tayvan mustaqillik jakarlisa qo'llamaslik degan so'zni o'chirib tashladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining daftaridan tor betidan o'chirib tashladi. 2-oyning 13-kuni. Endi bu hozir xalqaroda qandoq bo'ldi? Bu bir o'lga. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi mushundaq siyosat belgilagan ekan, bu bizga bir o'lga. Biz bu o'lgini o'lga qilib turib harakat qilishimiz kerak deydigan shunaq bir harakat hozir butun dunyoda qo'zg'aldi deydi. Endi keyin hozir yana boshqa olim, professorlar Amerikaning ichidagi o'zgarishga diqqat qilyapti deydi. Hozir bu nuqtada aytganda bir jumla so'z, masalan, subyektiv va obyektiv degan shu prinsipdan aytsangiz vatandosh, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump hozir Amerikaning ichki qismida o'zgarish hosil qilyapti desangiz, bu bir subyektiv. Subyektiv ko'ngil bilish va subyektiv harakat qilish bor. Endilikda bu yerda gap bir Amerikaning ichida o'zgarish elib berish emas. Bu o'zgarishni butun dunyoda. Butun dunyo miqyosi bo'yicha elib berish. Mana Rossiya, Ukraina tinchlik kelishimi, Yevropa ittifoqiga qatnashamdi, qatnashmamdi. Bugun Fransiya Parijda echilayotgan yig'in, 17 davlat yig'ini. Mana mushlar bilan qo'shsangiz, hozir prezident Donald Trump boshlagan bu islohot, inqilobiy islohot deyiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ichki qismidagi o'zgarishlar emas, balki butun dunyo miqyosidagi o'zgarish. Yoki o'zgarish elib keladigan bir islohotdir. Vatandosh. Endilikda Yaponiya Pavushin. Bu Yaponiyaning alaqa ma'muriy birligida Pavushin degan nima? Xitoycha oldim, buni yaponcha ismi bo'lmagan ekan. Bu nima deb tursangiz, Pavushin. Ya'ni qonun organi deganda qonun organining qo'shilishi bilan Tayvan davlatlar tizimligi katakchisiga elindi va Tayvan deb yezildi. Buningda nima uchun bu ta'kidlanib ketdi desangiz, Tayvan, Junhua Tayvan bu Jungo Kompartiyasining attashlari bu. Shundaq ta'kidlaydi Jungo Kompartiyasi. Hozir bu yerda Junhua Taybi yoki Junhua Mingo Taybi degan gapmi yo'q. Faqatla Tayvan degan ismni Yaponiyaning mushu organining qo'shilishi bilan hozir davlatlar tizimni deydi. Bu yerda rayon degan yo'q Tayvanni. Ya qisman alda boshqa bir shaklda aytgan yo'q, davlatlar tizimligi. Bu katta gap. Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bu davlatlar shundaq rayonni Tayvanni davlat deb tizimlasa, bu intayin katta gap vatandosh. Intayin katta gap. Yaponiya ana shuni qildi. Hozir buning sababi nima desa, Amerika Jungo to'g'risida so'z iborlarni o'zgartdi. Balki bu dastak va balki bu rag'batlantirish Yaponiya uchun Amerikaning siyosiy Tayvan to'g'risida yo'q orqada o'zgarganda darhol hozir javob bo'lib turgan Yaponiya buningga yo'q orqada inkas qaytdi deydi vatandoshlar. Anandagi yana bir xabar. Jungo Kompartiya davlat rahbari ogohlantirib mundaq dedi. Prezident Trump Jungo Kompartiyasiga qarshi hal qilg'ich jangga kirdi. Jungoga nazar 2-oyning 17-kuni yutdi. Buning ma'nosi jang desak rasmiy jang emas vatandosh. Bu Xitoy dal birda uni kurash degan nima jang deydi Xitoy. Jang degan nima jang deydi Xitoy deydi Xitoy tili. Yoki men o'zim Uyg'ur tilini topolmay qoldim-mi? Savallik o'zimdimi 11 gap. Bu janglik rasmiy jang emas, yoki ideologiyalik, yoki tafakkur, yoki so'z ibor, yoki matbuot elishishidek. Hozir Jungo Kompartiyasining davlat rahbari shundoq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat rahbari yoki prezidenti Donald Trump Jungo bilan hal qilg'ich jangga kirdi. Va qoldi gapga vatandosh. Anadagi yana bir xabar sizga. Prezident Vladimir Putin sakrash taxtidan sakradi. Bu bir yangi xabar sizga juma. Rossiya Amerika birlashma harbiy manevr o'tkazdigan bo'ldi. Rasmidami yo'q? Bu xabar. Rossiya Amerika birlashma harbiy manevr o'tkazdigan bo'ldi. Tunigan sobiq prezident
Joe Biden devrinde Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi tasdiqlab dollar yordam Ukraina. Endi bugun prezident Donald Trump devrida onu qo'yib turing, Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan Rossiya Federatsiyasi armiyasi birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Jahon degan mana bunday qildi o'tandash. Vaziyatning o'zgarishi desangiz mana shunday qildi. Davlat boshliqlarida bir xarakter borkenki, bu xarakter endi til bilan ifodalab bergili olmaydi vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Donald Trump shu xarakteri bo'yicha bugun Rossiyani yeniga elib keldi deb plan chiqarsak, sal attiganroq qilamdi qandaq. Lekin xabar shunday xabar ekan. Nim deydi? Halok bo'ladi. Kompartiya gumron bo'ladi, ko'kim talqon bo'ladi. Xi Jinping mag'lub bo'ldi. Hukumatga qarshi o'ktish qurolliqlar Jungo Kompartiya armiyasini og'dirib tashlaydi. Shaolin moliyasi 17-kun. Aralası bizim degan to'q, Jungoda hozir soqchi qo'shinlarga o'q otadigan ba'zi kuchlar chiqib qopti degani yo'q. Bugun buni Shaolin moliyasi buni o'ktish qurolliqlar darajasiga ko'tarib xabar qilyapti. Jungoning ichki qismida bo'layotgan ishga vatandosh o'ktish qurolliqlar deb. Anandaki eng yana bir xabar mundaq keldi. Bu xabarni Xitoycha emas, inglizcha kelibdi ekan. Men inglizcha yozib oldim. Shuning yarasha sizga yetkazim. Balki anglab bo'ldingiz buni. Lev deydi. Donald Trump's big warning to Taliban. Return our weapons. Üzem tercüme yapayım mı bunu ma'nosi o'tgan bir tercüme yapayım sizga. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Afg'oniston Talibanga jiddiy ogohlantirish berib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistonda qolgan harbiy qurol-yarog'larini Amerika qaytarib ber dedi. Bu torbetining ismi nima ekan desangiz, Mirror Now. Aynak degan torbeti ekan. Vatandoshim, endi buning o'zim bir yangi vaziyat deysiz. Sababi shu vaqtda, mesela 2021-yil 8-oyning 15-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi Afg'onistondan chekinib chiqqanda, shu vaqtdagi xabarlarda Afg'onistonga tashlab qo'yilgan qurol-yarog' deydi. 7 milliard dollar o'pchorisida. Shu pulga yaraydigan qurol-yarog' Afg'onistonga tashlab qo'yildi deydi. Endi bugun prezident Donald Trump shu qurol-yarog'ni qaytarib ber dedi. Bunu ko'rsatdim, bunu eshib ko'rdim degan bu video filmni raketa. Elə çoğ raketalar emas, kichik raketa to'shiydigan mashina kolonna. Amerikanın eng dangliq markali tankisi, yepyeni tanka. Ondan keyin Brownback mashinalar, xilma-xil qurollar bilan Talibanlarning turalarda chepishib yurgan ko'rinishlari hammasi bor. Lekin bu qurollarni ko'rsangiz, haqiqatan yangi qurollar. Yangi qurol, ilg'or qurollar vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari 2021-yili 8-oyning 15-kuni Afg'onistonga tashlab qo'ygan qurollar bugun prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari bu qurolni Amerikaga qaytarib ber. Depti ya vatandaş.